Bugun biz 70 milli Veslet tekshirgani. Ashxobod parkiga keldik. Sizlar bilan Sadzeyo. Koma, ketdi. Va bizning kirib kelishimiz bilan ko'rayotgan yerlarda fantallar, shamollar kelyapti. Aylanadigan havo bo'lib turibdi. Sadzeyo bilan bitta kachalarga kirib, ovqatlariga yeb, baho berib qolamiz. Plus vibe. Birinchi bo'lib biz ovqati, attraksion va Vibe'ga baho beramiz. hammasini hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Qani, bizda challenge kim kam bo'lsa zadaniya bajaradi, Sadzeyo boshla. Ko'ramiz. Ham qattiq bo'ladi senga. Qani, ber. Mikrofon menda. Mikrofonda. Endi necha olamiz qiziq. 2945. Mendan ya. Komadan chiroyli udar. Komadan chiroyli udar. Oyog'im qayerda lekin, yaxshi. Va yutqizib qo'ydim, ko'rdinglar Shartni qattiqni kutasan. Bitta shart bor. Birinchi o'p pizzaga baho berishni ma'qul ko'rdik va hozir oshpaz akalarni suhbatligini olamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu Rahmat. aka, pizzalarni aytib bersiz, qanaqa razmerliklar bo'ladi? Menyuni aytib bera olasizmi? Hop, bizda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, margarita, tovuq qo'ziqorinli, kabobli pizzamiz, и pishloqli va indeyka, и pepperoni bor. Bularning narxi 30 santimetrli pizzamizda 70 ming so'm, 35 santimetrligi 100 ming so'm bo'ladi. Ha, aka, qanaqa un ishlatasizlar? Qanaqa un ishlatasizlar? Oliy navli birinchi sort unini ishlatamiz. Aha. Aka, masala ular nolda tayyorlanadimi yoki tayyor keladimi? Da, o'zimiz noldan tayyorlaymiz masalalarni. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Bizga pepperoni deb bera olsangiz, yemisizmi? Xo'p bo'ladi aka. Bo'ldi aka, rahmat katta. Bo'ldi, pizzaga baho beramiz endi ketdi. Pizzamiz tayyor bo'ldi. Issiq sveji hozir qilib berishdi. Pologatovili zamorоженный emas. Hammalarni ham hozir tayyorlashdi. Endi yeb baho berib ko'ramiz. Vida ishtahani ochyapti-yu. Pizzamiz issiq keldi. Sal yub qo'y, endi Sadzeyo bitta yeb baho berib ko'ramiz mazasiga. Buni hidini lekin. Vashcha qaynagan lekin hozir qilib berishganini bilyapti. Hidi ham sariq qo'shilgan bilyapti. Yaxshi ko'radigan, endi oq tushyapti. Suliga qanaqa yo'qsan? Vo. Pizzalarni yeb oldik. Meni bahoim keladigan bo'lsa, undan 7 baho beraman. Chunki aytadigan bo'lsa, 100 mingga to'g'risi не стоит. Hamma bir yupqa shortchiga. Lekin bahoim. Lekin menga xamiri tobida keldi. Menga naborat yupqasi yoqadi. Endi hamma har xil ekan bu narsa. Lekin menga bahoim keladigan bo'lsa, undan 9 ball beraman. Menga tobida shunday okalamomlasa gap yo'q. Va biz hamma parkda bo'ladigan Laxatonga keldik. Bunga men umuman ishonmayman, prizam yo'q. O'zda gapirishadi. Endi mazzaga bitta o'ynab ko'ramiz, qani. Bitta tartib kamon keldi. Bu yerda 5 to'q 25 ming ekan. 5 tadan 5 ta terisali katta o'nchoq, 4 tadan kichkina va 3 tadan eng kichkinasi 2 ta terisali eng kichkina o'nchoq bor ekan. Hozir qasvini yutishga harakat qilib qolaman. Qo'lam. Qanaqa turardi? Spam bo'lib qolgan. Balin. nima bo'lyapti? Omad emas. Birinchi neto topdim, ne qo'lim mobitib qo'ydim. Qo'lim og'ir. Mayli, komaga omad tilab qolamiz. Voh. Endi to'chli emas, sila bor. Kuchga ishlayman men, kuch. Nima bo'ldi endi boz?
bittasi ham tushmadimi? Omad kelmayapti, ekoma. Unchasi ketarkan Figit. He. Omad yo'q. Samimiy gaplarni deb qo'yasan. Samimiy gapmi? Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin bu. Mana like bosgan bo'lsangiz, Like bosinglar ko'mishadi. bosmabsiz, значит, bosib qo'yinglar. Bugun omad sinaymiz, a. Mana omadim qanaqa ekan? Bu yerda nimalar bor? Kichik o'yinchoq Coca-Cola, kichik o'yinchoq yana katta o'yinchoq, o'rta o'yinchoq, banknot, Sprite. Har xil narsalar bor, voucher 70 ming. Короче, omad sinab ko'ramiz. Mana omadim kelmadi. Qani bitta aylantirib ko'rsa Sadze. Yo-mayo. Ko'p. O 50 ming so'mlik voucher. 25 mingga aylantirdik. 25 ming 50 minglik voucher oldi. Bu ya'ni 25 ming o'qib. O'ynab ko'ringlar, omad kelsa stoyt. Shunaqa. Sadzeni omad keldi, endi mani omadim keladimi yo'q? Qani aylantirib ko'ringlar. Manda 50 ming o'tib ketdi. Salfetka yo'q. Voy! 70 minglik voucher. Rahmat. Wow. Nima bu? Ko'ma, omading nima sani? Buni siri nimada? Просто omad. Nima deymiz endi? Bir marta keladi, bir marta kelmaydi. Navdachi. Va biz omadimizga kelib 50 minglik, 70 minglik o'sha Voucher. ha, Domstraxaga yutib oldik. Endi 4 kishi bo'lib kirib, hozir o'tib ko'ramiz. Ichkaridan kelayotgan ovozdan ko'ra kirim kelmayapti. Odam o'sha g'alati bo'lyapti, ichidan nima deb o'tyapti. Qani ketdi. O'zini aytganda ovozdan ko'ra o'chib ketdi odam. Endi ko'ramiz. Bla! Vesel atmosfera bor. Na, come here, huh? No, no. ¿Qué? Vamos a ver, no pierdas tu mano, Koski. Ya no está. Kimdir yopdi. No, Kimdir yopdi. Come. Hemen. Koy. Ya, pasney bu. Bu ben yüzden ne böyle? Stop. Makara lazım babamızın. Давай. Sadzı. Газуй bu. Ay. O ne karama? Kimdir piyanini çalıyordu. Давай. Sünnet sana yani aldı ya. Ya. Dur bakalım. Çek. Ver. Zeki. Wow, звуклана. Бля. Nima bu? Juvon odamga o'xshaydi-yu. Офигеть. Muzikani ham biz shokda. Sunnat taniganing, davay. Давай. Bitti ko'rsat. Mana ko'rsat. Kimga ketdi o'zi? Begi. Voucher'ini sana. Evet. Zor. Давай! O kımırladı. Bak.
Qimirlayaptilar, po'at yo'lni ketdi. Yurish kerak. Sadje, seni gelin. Sen kuzi sen yurishing kerak, Sadje. Yo'q, men kirgan faqat. Kellaring. Kellaring. Operator. Zon ziki. Zon ziki. Zon ziki. Bля! Zon ziki. Камлош, vamos! Блин! Вообще страшно. О, кровь! Ой, блин. O'tin bo'lmaydimi bu? Max'da dovul olaman ben lekin. O qora urg'on ekan. Mama, osurib turishadi qabili kirishlik. Kelsinlar, tanigaling bizni dafiga yo'g'amiz. Bitti. Buyoqqa Odam bor. tillab ketdi jo'mi. Kamera. Buyoqqa. Kel. Men ko'p o'ynadim. Kel. Zon ziki. Gazula! Давай. Zon zik. Omading yo sana. Sen yemez. Ne var bu? Kimdir o'yna cho'mil o'tganiga kirish mumkinmi? Mumkin, можно. Газуй. Ехать, беги. Vashsha odam terlab ketdi. Nerealniy qo'rqinchlik. Bu ovozlar chersiz mikrofon unchalik berilmagandir, lekin odam emotsiyalari boshqacha. Baqirishlar hammasi quloqda turibdi. Hamda o'tdi manikenli ximirlagani vashsha qo'rqinchlik bo'ldi. Odam po'sti duxini oldi. Yaxshi komanda bilan birga kirdi. Komandasi kirganimizda odam bitta o'zi yomon cho'chiydi va bitta eshikdan ham kira olmasligi mumkin. Odam o'chirdi ko'p bo'lgan super arg'imchoq bor ekan bu yerda. Buni uchib ko'ramiz va reaksiyamizni ko'rasizlar. Ketdim. Обстоятельства сторона сон, откровенно я все. На! Yo! Uchdi, unaqa qo'rqimchilik emas, просто приятно, maza. Odam maza qilib, просто aylanib tushdi. Sal bosh aylanar ekan, sal ozgina nomiga. Kimga qanaqa? Atak menga yoqdi. Ketdi Atrofga kengina. necha baho berasan? 9 ham bersa bo'ladi, yomon narsa yo'q, qo'yin aytmaydi, maza qilib uchadigan. Menga 10 dan 8 ball beraman, chunki dam olsa bo'lar ekan. Ikkinchi bo'lib bizada qaroqcha kiymasa degan kachalarni uchib ko'ramiz. Qani ketdi endi ko'rasizlar. Voy, no reaction mode menda yoqildi. Ko'mani mazasi qochdi. Endi ozgina tushunamiz. Ashi qo'yni manib ketdi, menga masagan bunaqa. Bundoq chiqasizlar mazada, sekin pastga tushayotganinglarda bosim bo'ladi. Yomon qo'yni men 10 dan 2 baho beraman sadja. Ko'mani mazasi qochdi. Bombani operatsiyon ekan. O'shaning uchun men bunga 10 dan 8 ball beraman. Bosimi zo'r, ham odamlarni shu atmosferasida qulon teshyapti, lekin yashasa bo'ladi. Bizda keyingisi bo'lib mega tebrangich bo'ladi. Buni chiqib obzorni beramiz. Odam o'chirdi ko'p, odamni baqirishyapti. Endi bunisi ketdi. Bemalol ketdi, men chiqmagan karabildan kelib qo'yni manyapti o'sha, vashsi. Ko'ma, qo'y, chiqasan. Ne chiqaman? Shartim bor edi esingda bo'lsa, shartni mashetda bajarasan. Yo'q. Bu shartning vazifasi. Chiqmasang bo'lmaydi. Yoki nima, shart bajarmaysanmi?
Mati yeganlarim, mati ichganlarim. Mayli, man shartda baxtingga bo'lmasa umuman hayotda chiqmasdim. O'zi qo'ynim aynayapti kabablarga va shu yoqmayapti. Bu komani slabiy joyi, ya'ni aylanishlardan va qanaqadir ekstremal joylardan qo'rqadi. Va bo'ldi, koma bilan bajaramiz. Aka, biza uchdi, mazza qildim, lekin komani xardondan mazasi qochdi. Endi to'g'ri tushunsa bo'ladi, hamma har xil retsep berar ekan bu narsa. Chunki boshida chayqalish juda ko'p bo'lar ekan, hamda tepaga chiqqan payt juda otar ekan. Ham oyoqlarni tepaga sakirar ekan. Lekin hammasi zanjirli, hammasi zo'r chiqar ekan, lekin kim bu qo'yni aylanishlarda bu narsasi bo'ladigan bo'lsa, ehtiyot bo'linglar, uchmaylar. Komani prosta reaksiyasini ko'ringlar. Attraksionga men bahoyimdan keladigan bo'lsa, bezapasi hammasi yaxshi ekan, faqat suzenalar ozgina qattiq va noqulay ekan. Lekin men bahoyim keladigan bo'lsa, 10 dan 8 bo'lar ekan. Namosinglar bo'ladi. Agar qo'yningni aylanmasa, ataginglar qo'yningni aynaydigan bo'ladigan bo'lsa, chiqmaganiga maslahat beraman. 0. Qo'yni aynaydigan odam va shu mazasi qochib qoladi. Biza kolesoni uchmoqchi edik, lekin basletimizni soat 10 dan 10 gacha mumkinligi uchun sal kech qoldi. 25-may odam ko'pligi uchun ulgurmay qoldik. Keyin biza koleso uchib ovqatlanamiz demoqchi edik. Bunday ahamiyat bersanglar, yo'q, birinchisi va ikkinchisi chicken burger bor. Bular уже uzog'i 10-15 gacha ishlashar ekan. Undan keyin zakaz olishmas ekan. O'zingizlar uchun bilib qo'yganinglar yaxshi. Kech payt 10 gacha kelsanglar, hammasi yaxshi bo'lar ekan. 70 minglik braslet deganda bu 10 dan 10 gacha bitta braslet olasizlar. 70 ming so'm VIP deb aytilgan. To'g'risi men o'zim bahoyim keladigan bo'lsa, ovqat yaxshi 10 dan 5 beraman, chunki kachaylar 10 tadan 5 tasi ishlayapti. Kattalar uchun 4 tasini ucha olasizlar faqat. Shunaqa. 70 mingga sotib olganga ne stoydi deb o'ylayman. Ko'pini yopib tashlashgan. Keyin boshqa narsalar, rozыгрышlar nima dovlagi platniy qilib qo'yishgan. Oddiy, hamma biladigan bazli narsa braslet ichida. Men o'zimning shaxsiy fikrim, undan 5 baho beraman. 50-50 takoy. Shunaqa. Menimcha o'zingizlar kelib baho berib ko'ringlar. Men mana shunaqa deb o'yladim. Shaxsiy fikri buni. Hamda men yoqmagan tarafi karting, hamda qanaqadir qiziqarli o'yinchoqlar yoki qanaqadir tir, bu narsalar o'z yoningizdan ham to'lashingiz kerak bo'lar ekan. Ham qanaqadir noqulayliklar tug'diryapti. Bu narsa ko'mayotganda, uzog'i borsa 4-5 ta attraksion bor, kattalar ucha oladigan. Bu narsadan ham maksimal foydalanish harakat qildi. O'shanda vaqtimiz yetmas ekan, chunki o'chir juda katta. Hamda ovqatlar normaliy, yoqdi, lekin voqli yopilishar ekan. 10-10:30 уже menimcha voqli deb hisobga olaman, chunki hamma dam olgan kunda kech payt kelib ma'qul ko'radi bu narsani. Ayniqsa yoz kuni qorong'i kech tushadi, odamlar ko'chada yuradigan vaqtda voqli yopilishadi. Menga 50-50 o'zingizga baho berib qo'yinglar. Shunaqa, bu bizning shaxsiy fikrimiz. Men bahoyim keladigan bo'lsa, undan 6 ball beraman. Bu bizning shaxsiy fikrimiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, Podpiska, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. komment o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar.